otangiz rozi bo'libdi dedim, lekin baribir baxtsizsiz-ku, faktga qarang dedim. Otasi rozi bo'ldi, tegdi, lekin qizi baxtsiz-ku. Mana где logika qizlar? Prosta borib, bizanikilar ozgina kalasi ishlatmaydi, paloncha aytdi, pistoncha aytdi, ota bobomizdan kelayotgan urf-odat bo'ldi. U yog'iga o'tmaydi, tochka. Yopib oladi. Mana shuni ramkaning ichiga kirib olgan. Amiyani nimaga bergan Alloh taolo? Ozgina o'zingiz uchun analiz qiling. Otamni rozi qilib tegdim shunga. Sababi otani norozi qilsang baxtsiz bo'lasan degan. Lekin men otamni rozi qilib tegdimda, lekin mendan baxtsiz odam yo'q. Nima uchun? 26 yil bo'lgan, Rossiyaga ketib qolgan, 4 marta kelgan, 4 ta o'g'li bor. Shundan keyin 2 marta kelib, ikkita katta o'g'lini uylantirib ketgan. Icho ota rozi bo'ldi, lekin qizini hayotini nima qildi? Faktga qaralaring qizlar. Xuddi shunday uylantirib qo'yasizlarda, keyin bolalaringni Rossiyaga jo'natasizlar. Nima uchun? Zapis qoldiraman. Nima uchun? Pul kerak. Qarzga kelinni olganmiz. Kredit olganmiz. Ishlash kerak, pul topish kerak. Kelincha kelin. Kelin o'tiradi shu yerda, meni xizmatimni qiladi deydi. Bechora kelin hech nima deya olmaydi. Qoladi. U eri ketadi Rossiyaga. Mayli, ayol kishi chidaydi. Ish qilib iqqat bo'lsa tug'adi, bola bilan o'zi lekin asab deganlar ketadi-da. Erkak odam Rossiyada topib oladi. Nima ko'p urushlar ko'p. O'zimiz o'zbeklar ham kam emas u yerda. Tiqilib yotdi, bir-birini topib oladi-da, mazza qilib yashaydi. Yashaysizlar-ku. Ayol kishi chidayveradi, erkak odam chidolmaydi. По-любому borib keladi bunga, naleva, направо. Bittasi ko'yniga o'tirib qolsa, bo'ldi, shu bilan muhabbat boshlandi deysiz. Otaniga pul jo'natmasa jo'natmadi. Bu yoqda bittasini tug'adi bu, yana bir yildan keyin nima kelib ketsa, ikkinchisini tug'adi. Shu bilan bu qul-da, bu kelin qul. Birinchisini tug'adi, ikkinchisini tug'adi. Qaynona bilan qaynotani xizmatini qilib, mardikor bo'lib yuradi. Xafa bo'lish yo'q, lekin bu noto'g'ri. Keyin mamlakat deysiz. Nima yetmayapti sizga? Mana shu uy-joy hammasi sizga bo'lsa, qorningiz to'q, ustingiz but, mana yana nima kerak deydi. Er kerak unga. Er deganda seks aytmayapman. Seksdan tashqari yonida bitta nima deydi? Umr yo'ldas deydi qozoqlarda. O'zbek tilida nima bo'ladi? Umr yo'ldas. Nima bo'ladi? Juft haloli bo'lish kerak-ku. Oldida. To'g'rimi? Shuni qaynona bilan qaynota tushunmaydi, pul kerak deydi, hammasini jo'natib yuboradi Rossiyaga. U yoqda bittasini topib oladi.